Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi Buyuk Ipak yo'li mahallasi, ya'ni katta Toshkent Termiz yo'lidagi Akmal Ikromov eski sovxozi bo'lar, o'sha joydagi qishlog'idagi Buyuk Ipak yo'li mahallasidagi ko'p qavatli uylar Paxtakor tumanida. Mana yaxshi, mana hojatxonalar, endi eski qurilgan. Mana bu kanalizatsiya tizimiga bo'lsa kerak, mana turbalar olib kelingan. Mana ko'p qavatli uylarimiz qariyb qurilgani 40 yil bo'lgan bo'lsa, bu joylarda hurmatli vatandoshlarim tabiiy gazdan turbadan uzilgan. Qishda sovuq, yozda issiq bo'ladigan ko'p qavatli domlar. Yurtboshimizning Jizzax viloyati tashrifida viloyatimizga yurtboshining shaxsan o'zi 200 milliard so'm pul mablag' ajratgan. Shu ajratilgan pul mablag'lardan viloyat hokimimiz ko'p qavatli uylarni isitish va sovutishdan saqlash bo'yicha mana bazalt qoplamalarni qoplab va shu bo'yicha ish bel bog'langan ekan. Maktablar, bog'chalar, tuman hokimining gapi bo'yicha maktablar, bog'chalar hammasi bazalt qoplamasi bilan qishda sovuqdan qoplash maqsadida bel bog'langan ekan. Shuning uchun mana bu ikkinchi domimizga o'tamiz. Mana ko'ringizlar. Bu haqiqatan ham bitta mixlar bilan qoqilgan, mahkamlangan. Juda yaxshi mahkamlangan. Endi ustidan kraskalar qilinadi, shpakilovka tortiladi va shunda ikkinchi domlarimiz ham mana ko'p qavatli domlarda, uylarda aholi yashayapti. Ishlar boshlangan. Mana eng yaxshi taraflari mana ko'ramiz, haqiqatan ham bu olib kelib tushirilgan bazalt qoplamalari va orom kley shpakilovkalari. Mana haqiqatan ham bu joylarda juda yaxshi ishlar boshlanibdi. Mana ko'p qavatli uylarda mana bu hojatxonalar ekan. Bundan bir necha yil oldin e'tibor bo'lgan, shu paytda qurilgan. Shuning uchun bu ishlarda pul ajratgan yurtboshi, ishlar tashkil qilayotgan viloyat hokimimiz juda yaxshi ishlarni boshlagan. Mana ko'ringizlar. Bu joylarda ham mana ustalar ishlayapti. Mana bu joylarda ham juda yaxshi mana isitish tanaqa qoplanadi. Qishda beton uylarda nihoyatda isitish qiyin. Shu issiqni bor issiq saqlab qolish maqsadi qilinyapti. Mana bu joylarda men tushunishim bo'yicha kanalizatsiya turbalari o'tadi. Mana malladis yotqizilibdi, mana kanalizatsiya turbalari yotqizib boshlabdi mana. Demak, bu tualetlardan chiqayotgan atxotlarni qanaqadir bir joy sentralizovanni olib chiqib va ko'millarga qaytishlar xuddi shunday. Shuning uchun mana bu domlarda ham bazalt qoplamalar boshlanibdi. Bu yoqlar ham boshlanibdi. Qolgan joylarni kelgusida ko'ramiz. Buyuk Ipak yo'li mahallasidagi ko'p qavatli uylarda qilinayotgan isitish qoplamalarni mana ko'ringizlar. Mana hammasi to'liqcha bu ko'p qavatli uyimiz mixlarga qoqilish shpakilovka tayyor bo'ldi. Mana oldi ham qilinyapti ekan. Mana orqa tomonda ham ishlar boshlanibdi. Mana 5-6 kun bo'ldi. Xudo xolasa mana tuman hokimi bir yerdan mahalladagi va aholining gapiga qaragan to'lig'icha o'zimiz tuman ustalar ishlayapti ekan. To'lig'icha chetda Qozog'iston, Rossiyadan kelgan ustalarimiz ham, sovuqdan kelgan ustalarimiz ham o'z mana shu bitta ko'p qavatli 20-25 million so'mgacha qilgan mehnat uchun pullarni mana bu ko'p qavatli uylarda ham ishlar boshlangan. Aslida o'zi birinchi qavat bu aholining o'zi uchun qishda issiq o'tiradi, yozda salqin o'tiradi. Mana hamma ko'p qavatli uylarda mana boshlandi. Mana ko'ringizlar, mana bazaltdan butun mahsulotlar yetkazib kelingan. Nazorat ham kuchli nazorat ham mana bu yigitlar ishlayapti ekan. Yigitlardan ham so'raymiz, ustalardan so'raymiz. Mana bu yerlarda ham nihoyatda yaxshi bu mayli qavatli turar joylar ekan. Bu taraflarda ham endi boshlanar ekan shekilli. Mana ta'mirlash, obodonlash ishlari boshlanibdi bu yerda. Mana bu domda ham boshlanibdi. Malatsi. Mana bu ham nihoyatda zo'r. Mana ko'ringizlar, aholi ham uyg'ongan. Davlat tomonidan aholiga nisbatan mehribonlik bo'lsa, aholi ham qarab turmaydi vatandoshlar. Mana to'rlarda ham ko'ringizlar, mana bazalt qoplar to'lig'icha yetkazib berilgan mahsulotlar. Shuning uchun mana bu joylarimiz uchun maktab va bog'chalarda ham kirib ko'ramiz hozir. Endi mana bog'chalarga ham, maktablarga ham olib kelinibdi bu bazalt qoplamalarni kirib ko'ramiz.